Do'stlar, hozir bitta narsani ko'rib qoldim o'tib ketayotganimda. Germaniyada ko'chayotganda mebel kerak emas bo'lsa, mana shunaqa tashlab ketishadi tashqariga. Buni bir necha kun ichida kimga kerak bo'lsa odamlar olib ketishadi. Bo'lmasam shu davlat tomonidan utilizatsiya qiladi. Bu oylab yotmaydi. Ichida mana bunaqa mangal ham bor ekan. Pravda, ozgina eski, no. Menimcha hali yaroqli bo'lsa kerak. Короче, полный xonali uy mebeli chiqadi bu yerda. Eng qizig'i mana mikrovolnovkani ham tashlab ketishibdi. Menimcha полный рабочий bo'lsa kerak. И mana bunaqa подставка обувки или продуктlarga. Do'stlar, oradan bir necha soat o'tdi. Men trenajyorga borishga uspet qildim, borib kelishga. Bu anaqa mebellar hali ham turibdi. Hech kim olib ketmagan. Orada men o'zimga bir ikkita narsa olib ketdim. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? O'zbekistonda agar mana shunaqa chiqarib qo'yishsa, odamlar birpasda olib ketarmidi yo buni uchun sotgan yaxshimi, pul qilgan yaxshimi? Xullas do'stlar, boyagi mebellardan o'zimga mana bunaqa oldim. Prinsipi sostoyaniyasi zo'r ekan. Endi bu yomon joyi yo'q, bunaqa hamma o'ziga kerakli narsalarni oladi. Endi sotsa ham bo'ladi bunaqalarni. O'sha Klein Anzeige degan приложение bor, sayt bor, o'shanda sotsa ham bo'ladi bularni, lekin bular просто tashqariga olib chiqib tashlashibdi.